biza. Kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi. Challenge olamiz. Bu bizda 3 ta qabr bor va har bir qabrga bittadan ishtirokchi kiradi. Maqsad esa qabrdan oxirgi bo'lib chiqish. Bunaqa qabrni yoptirishni oson. Kerak bo'lsa men bir hafta yotaman deyishim mumkin. Lekin biz bunga qarshi narsa olib qo'yganmiz. Ya'ni bizda 24 xil sirli narsalar bor. Biz har bir raundda xohlagan sonimizni tanlaymiz. Masalan, men 10 son tanladim. Bu menga ilon tushishi mumkin. Va biz shunaqa noodatiy narsalarga chidab qabrni ichida yotishimiz kerak bo'ladi. Va kim oxirgi bo'lib mana shu qabrdan chiqsa, o'sha 10 million so'm qo'lga kiritadi. Va birinchi bo'lib mana shu qabrdan qochib chiqqan qo'rqoqni esa biz mana shu o'rmonga tashlab ketamiz. O'ylashim bo'yicha qoidalarni to'liq tushundinglar. Ana endi bu videoni ham boshlasak bo'ladi. Do'stlar, hozir biz 1 million 900 ming obunachiga erishamiz. Ol ekrandan va bani qo'ydi o'rtalar. Omoqo YouTube kanalida 1 million 900 ming obunachi bor. Va endi navbat 2 million obunachiga erishgan. Va 3 ta qoldi. Bittagina qoldi va do'stlar, men 2 million obunachiga erishim uchun aynan sizni obunangiz yetishmayapti. Shuning uchun ham hozir obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar Omoxon YouTube kanaliga obuna bo'lish bilan mendan mana shu 6 ta sovg'a yutasizlar. Bular ichida 2 ta yepingi sumka, 2 ta Honor'dan naushniklar va 2 ta yepingi telefon. Lekin bularni yutib olishning atigi 3 ta sharti bor, tez tushuntirib o'taman. Birinchi sharti Omoxon YouTube kanaliga hoziroq obuna bo'ling. Ikkinchi sharti kommentariyaga telefon Honor bo'lgani uchun albatta Honor deb yozib qoling. Va uchinchi shartimiz Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Chunki konkurs o'zi Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalda esa men kommentariyada qoldirgan bo'laman. Yakshanba kundan boshlab Telegram kanalimda konkurs boshlanadi va bu sovg'alar birin-ketin sizlarga topshiriladi. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan so'ragan yana bir ekstremal challenge-ni boshlaymiz. Va endi bo'lmasam navbat mana shu energiyaga boy videoni boshlashga. Va bu videoda Bobrello, Maqsudjon va Umid sariq qatnashadi. Va tabiiyki men ham. Va hamma bo'lmasa o'rtoqlar videoni cho'zmaymiz. Bu videoda kim boshlovchiligini aniqlab olamiz. Ya'ni biz hozir birin-ketin mana shu challenge-dan qog'ozlarni olamiz. Agarda kimga hakam degan yozuq tushsa, o'sha mana shu videoning hakami bo'ladi. Va qolganlar esa mana shu qabrlarga tushib qiynaladi o'rtoqlar. Va hamma bo'lmasa birin-ketin tanlaymiz. Va birinchi bo'lib Bobrello tanlaydi. Hakam bo'lishni real xohlamayman, chunki qabrga yotib, qo'rqib, qiynaldim kelmayapti. Hamma shunaqa bo'lgisi kelyapti hozir. Qog'ozni oxirida hammamiz birga ochamiz. Va men ham mana shu qog'ozni tanladim. Va ana endi Maqsud va men hakam tushishni xohlayapman, chunki o'tgan safar meni omoniki juda ham qattiq qiynagan edi. Oldim mana. Umid oxirgi qolgan. Menga esa prosta qolgani va bu hakam. Xo'p, qani ochchi bo'lmasa Umid? Va Umidga tushgan. Bu qabr. Demak, Umid hozir qabrga kiradi va ana endi bo'lmasam men ochaman. Iltimos, o'tgan safar hakam chud mazza qildim. Bu safar hakam tutsa prosta mazasini qo'shaman hammasini. Va menga hakam. Vamos! Menga ham qabr tushdi va ana endi men qabrga kirganman. 1 million beraman. Kimda hakam qog'oz bo'lsa, almashtiramizmi? Menda bo'lsa o'ylab ko'raman. Va hamma Bobrello iltimos hakam tutsin. Chunki hakamni sota olaman. Va Bobrelloga Qabr. Demak, bu Hakam tushdi, hakam. O'rtoqlar, menga hakam tushdi. O'tgan safargi qiynalganlarim haligacha esimdan shunaqa achchiq ketchuplar to'kilgani. Shuning uchun men endi o'zim hammasidan alamimni olaman. Qani, davay. Qabrga. yo'q. 1 million bersam yo'qmi? Yo'q, men baribir sizni qiynashim kerak. Men sizdan qasdim bor. Va hamma o'rtalar albatta like bosinglar, chunki bu videoning 3-qismi ham bo'lish kerak deb o'ylayman. Va agar sizlar bu videoning 3-qismi chiqishini xohlasanglar, hozirroq 88 ming like yig'ib beringlar mana shu videoga. Va nafaqat like, chunki sizlar like juda tez urib qo'yasizlar. Davayte yana bitta sizlarga vizif mana shu videodan rovna 20 mingta yangi obunachi ham kelish kerak. Chunki men obuna bo'lmasam o'tman mana shuncha odam ko'ryapti va bulardan atigi 20 mingta obuna bo'lib qo'ysa, demak bu videoni davomini sizlar shunaqa qattiq kutayotgan bo'lasizlar. Va aynan sizlar mana shu videodan qancha odam obuna bo'lganini ko'rishingiz uchun esa men kommentariyada har safar shu qancha odam obuna bo'lgan bo'lsa, o'shani sonni yozib boraman va qachonki 20 mingdan oshgandan keyin esa men bu videoni yana bir yangi qism chiqaraman. Va o'shanda men mana shuni qiynayman o'rtoqlar. Va hozir esa men qiynalaman. Hammang ber qizil kiyim menga. Va aning bo'lmasa navbat ko'mishga va birinchi bo'lib Umid ko'miladi. Davay jigarim. To'xtanglar, hamma so'rayotgandir, nega bu yana qatnashyapti deb. Bu safar yutaman. Yutishga keldim to'g'rirog'i. Hech kim so'ragani yo'q, hammang o'z-o'zidan xursand qoldi. Короче, men yana shu la'nat qabrdaman, lekin bu safar yutaman. Go. Oy. Ro'zanda hayajon katta, chunki umrimda birinchi marta bunaqa vobshe videoda ishtirok qilaman va qabrning ichida yotaman. Yo'qman bo'ldimi? Achi, davay sizdan kiyman. Davay, tushavering bemalol. Brat, umuman qiynalmaysiz. Yaxshi yotasiz. Menga yordam beringlar. Ana endi meni navbatim. Va endi bo'lsa navbat o'rtoqlar. Men o'zim ham tushishimga. Davay, qani. Lekin ichi o'ylagandan tor ekan. Yo, shoshilib yotib ko'ring. Yopma, iltimos yopma. Voy bular, vobshe qo'rqinchlikku bu. Hamma bo'lsa o'rtoqlar, ana endi sizlar bu challenge-ni haqiqiy g'olibini ko'rasizlar. Ketdi! Ya. Va keyin Maqsud bitta-bittalar bizani ko'mishni boshlaydi. O'rtoqlar, o'sha meni ko'mishyapti. Va sekinroq ko'minglar. Hamma o'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham hoziroq like bosib qo'yinglar. Xuddi boya aytayotganimdek, agarda mana shu videoda menga 20 mingtadan ko'p yangi obunachi kelsa, men bu videoni keyingi qismini chiqaraman va bu qismda men 100% Maqsudni qiynayman. Yordam!
yerda brat baqirib yotibdilar. Biz endi opitnimiz shunga birinchi marta emas, bu safar sizlarga va'da beraman, yutaman, oxirigacha vashcha chiqmayman. Shuning uchun oldindan kommentariyaga tushib, umid omadli yutadi deb qo'yinglar. Ikmayman a. O'zi ustimdan qo'yaptilar, eshityapsizmi? Bu yerda ovozda prям maksimal darajada qattim eshitiladi ekan va real qo'rqinchli. Eng qizig'i bu ham tor ekan o'ylaganimdan. O'zlaringiz ko'rasiz, shuncha mehnat qilib, qo'rqib kontent olamiz, поэтому hozirgina like bosib qo'yinglar. Va endi o'rtoqlar hamma o'zlarini qabriga kirib olishdi. Mana buni qaranglar. Omon akani qabri mana shu yerda turibdi. Tegma qo'rqinchli ovoz chiqyapti. Va endi hozir ketma-ketlikda bular menga bittadan son aytishadi, men o'sha songa tushadigan narsalarni bularga tashlayman. Va birinchi bo'lib biz Umiddan boshlaymiz. Umidjon, Assalomu alaykum. Qabristonskiy voy. qani o'zingizga endi bitta son ayting. Keng shu birdan boshlay qolaylik. 1 Da 1. Umid. Oo, qani hozir ko'ramiz. Ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da. Birini tanlaganim ataylab birga qo'rqinchli narsa qo'yishgan bo'lsa ham. Ish qilib umidga jirkanch narsa tushsin. Chunki qancha ko'p umidga jirkanch narsa tushsa, menga shuncha oddiy narsa tushadi. Davayt. Va Umid birinchi son aytgandi. Birinchi sonda roltli suv. Oo, qani ketdik. To'qli suv deyishdimi? Oy. Umidjon, tayyormisiz? Tayyorman. Oy, qanaqadir aynib yotgandek. Muncha muzdek. Umid bechara. Umidga roldan tushdi. Men uni to'g'risi aytsam, yevorardim даже. Mana oling sizga. Oy, juda ham mazza qilib ketyapman bori o'rtoqlar. Qattan ham birini tanladim, endi sovuq qotib o'tiraman. Sochimdan lapsha suvlar oqib yotibdi. Belyaq. Va endi navbat Omon akaga. Ay, maqsudda menda alimim bor. Ataylab shunaqa qotdi, ishoninglar. Omon aka, Ha! qani bitta son ayting endi. Xo'sh, qo'rqmayman va yaxshi ko'rgan sonimdan boshlayman. Men yaxshi ko'rgan sonim bu 5. Shuning uchun ham men 5-sonli sirli narsani tanlayman. Qani hozir 5-sonni ko'ramiz. Va 5-sonda oy. Nima u? 5-da mayonez ekan. Maqsud, jigarim, nima u? Ay, iltimos qo'rqyapman. O'rtoqlar purishinish uchun bu qanaqa tor joy va dim bo'lib sas ketishi mumkin bu narsa. Oy, mayonez. Yo'q! Bilsangiz o'tgan safar menda ketchup tushgandi. Bu safar sizga mayonez tushibdi. Mayonez. Ko'rdingizmi? Baribir alamimni olar ekanman sizdan. Hop, chiqqa unaqa qilma, iltimos. Qani, 1 2 3. Yo'q, Voy, sas o'tdi. Ay, yuzimga tegmaydi. Ana. Ovoqonni yomon qiynashyaptilar birinchi. Men kulolm, meni ham jalim keladi hozir, meni ham jalim keladi-yu. Bu videoni 3-qismi bo'lishi kerak. Va 3-qismda kerak biz g'urrom qilib bo'lsam, o'zim hakam bo'laman-da. Maqsudni qiynayman. Omini qaranglar, o'rtoqlar. Mayonez shunaqa sas o'tdi va men burnimni qichitdi sasig'i. Shunga yutalyapman. Ana endi Babrelloga navbat. Babrello. Yo. Birdan 24 gacha bo'lgan son tanlang. 17. 17. Va do'stlar, hozir ko'ramiz Babrelloga nima tushganini. Va Babrello 17-raqam tanlagandi. 17-raqamda oy, baliqlar ekan o'rtoqlar. Baliqlar ham endi shunaqangi sassiq surog o'tib ketgan baliqlar. Qani hozir endi Babrelloga o'sha narsalarni tashlaymiz. Va o'rtoqlar, mana buni qaranglar. Aynib qolgan, sasib qolgan baliq. Bechora Babrello! Sizga kechki ovqat olib keldim. Real baliqmi? Ana! Oy. Do'stlar, nimagadir birinchi raundda hamma qiynalyapti. Lekin o'ylashim uchun qolgan raundlar ham bundan oson bo'lmaydi. Va eng qizig'i o'rtoqlar, biz bu safar bu videoni quyosh botayotgan davomimiz. Ya'ni tushunishingiz uchun bu video oxirigacha hammamiz tunda qabrda qolib ketgan bo'lamiz. Chunki buni men bu videoni birinchi qismida sizlarga va'da bergandim. Va shuning uchun ham endi qo'rqaman o'rtoqlar, chunki kechqurun qabr ichida mamlakat ustida narsalar bilan yotish har doim ham qo'rquvsiz bo'lmaydi. Qale Babrello, zo'rmisiz? Meni bunchalik katta sassotgan baliq olib keldinglar. Chiqib ketish niyatingiz bormi, yo'qmi? Hozir yo'q. Hali shunaqangi qiynayman Babrellon. Bularning hammasi chiqib ketadi va mana shu o'rmonda bir kishi yolg'iz qolib ketadi. Ha? Buni yesa bo'ladimi? Men real qornim och ozgina. Bu muzdek lapshani ustimdan olib tashamasam bo'lmaydi. Hatto tarelkaga o'xshab qoldim. Ustimni tozalab turing mayli. Har holda madaniyatli o'likmiz-ku biz ham. Do'stlar, mana baliq yonimda yotibdi. Sassib yotibdi, sassib. Va endi Omon akadan so'raymiz. Omon aka,
Nima chiqib ketish niyatingiz bormi yoki hali ham taslim emasmisiz? Men bu o'yinga yutishga kelganman. Faqatgina boshdan mayonez tashlab sen xato qilding. Iye, ha mayli hali shunaqangi qiynoqlar oldinda sizni kutib turibdi. Yo'q, Maqsud. Xuddi shu paytda stop. Agarda sizlar mana shu videoga 88 mingta like yig'ib va aynan mana shu video orqali Omonxon YouTube kanaliga 20 mingdan ortiq odam obuna bo'lsa, biz bu videoning keyingi qismini chiqaramiz. Shuning uchun ham hoziroq like bosing va obuna bo'ling. Like'larni video ostida ko'rib turishingiz mumkin. Bu videodan qancha obunachi kelganini esa men har kuni kommentariyda yozib boraman. Shuning uchun ham aktiv bo'linglar. Chunki men bu videoning keyingi qismida Maqsudni qiynamoqchiman. Ana endi Umiddan so'raymiz. Umidjon, chiqib ketish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Shuni ayting. Yo'q, конечно, brat, men bugun yutishga kelganman, yutishga. Nimagadir bugun hech kim chiqib ketgisi kelmayaptimi? Ana endi bularni juda ham qiynoqli narsalar kutib turibdi. Do'stlar, qisqacha sizga hozir ketib ketmoqchiman. Men bu yerda bir haftalab yotgim keldi. Buning uchun meni qornim ochganda ovqat bo'lish kerak. Menga baliq tushib qoldi. Baliqni nima qilamiz? Biz yeymiz. Mana baliqni ochdim-da, yeb ko'ramiz hozir. Men oxirida yutib ketaman degan umiddaman, chunki ularni qorni ochib chiqib ketish mumkin. Men esa baliqni yeb o'tiribman. Bobrilla! Chotam! Icho, sizga nima tushdi? Baliq! Sasib yotibdi! Qanaqasiga sassig'iga chidavyapsiz? Prosta qornimni to'ydirish uchun hozir yeb o'tiribman. Qarochi do'stlar, meni nastroyimni tushundilaring, men bu yerda yutib ketaman. Даже men shu o'lgan baliqni ham yeb beraman. Shuning uchun ham do'stlar, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, xo'pmi? Bu kanalda 2 million bo'lishga ozgina qoldi. Поэтому hozirgina bitta knopkani bossanglar, hayotingizda hech nima o'zgarmaydi. Bizda esa chotki kontent chiqadi. Tushundilaringmi? Davayte. Va o'rtoqlar, mana endi ikkinchi raund boshlandi. Umiddan yana so'raymiz. Umid, birdan 24 gacha bo'lgan yana son ayting. Necha sonni yaxshi ko'rasiz? 7. 7 ni tanlayman tagda. Umid 7 ni tanladi o'rtoqlar. 7 da ilon bor edi desam, ha? Umid 7-sonni tanlagandi. 7 da murch ekan. Bratim, yaxshi narsami u? Hozir sizga nimaligini tashlayman, o'zingiz bilib olasiz. Burunga kirib ketadigan narsa emas bu. Qani mana, ketdi sizga sovg'angiz. Murch edi o'rtoqlar, murch. Ani bechara endi apshurib bo'ladi. Burniga kirib ketsa ketdi-da o'rtoqlar. Ko'zlarimga kirib ketdi. Shuncha qiyinchiliklardan keyin bitta like bosib olmasanglar bo'lmaydi. Buni qaranglar. Ko'zimni ocha olmayapman. Nafas olib bo'lmaydi, tasavvur qilmayapsizlar. Burunlarim, ko'zlarim achishib yotibdi, boru. Do'stlar, baliq yotib yonimda qornimni to'ldirib yubordim. Qornimni to'ldirib yubordim. Eshitishim bo'yicha o'rtoqlar, aynan mana shu qabrlarning joyida oldin haqiqiy qabriston bo'lgan ekan. Bu qanaqa qilib bular yotibdi deb o'ylayapman-da. Yotgan joyda shunaqa suyak chiqib qolsa. Nima hozir har xil ovozlar kelyapti. Omon aka, Nima? nima gap, zo'rmisiz? Yo'q, sassib yotibman. Birdan 24 gacha bo'lgan yana bitta son tanlang. Menga 10 soni. Qani ko'ramiz 10-raqamda nima bor ekan. Va hozir o'rtoqlar, mana bu turbadan narsa tushadi. Uni yopib qo'ymoqchiman, lekin baribir ham o'g'irromda bu. Va Omon aka 10-raqamda tanlagandi. 10-raqamda olma bo'laklari. Oy, men Omon akani qiynamoqchi edim, lekin Omon akaga yaxshi narsa tushdi. Hammanglarni endi 10-raqamda tushgan olma bo'laklarini tashlayman. Oppa! Qorningiz och qolmadimi, mabodo? Yo'q, och qoldi. Mana sizga unda podarka. Olma bo'laklari. Mazza qilib qorningizni to'qlab oling. Hamma yog'imga mayonez sachyapti bu olmalar bilan. Shunaqangi mazza qilyapman. Bularni qiynab. Eng qizi bu olmalar qaranglar, kirligini. Kir bu olmalar yemayman men. Va ana endi Babriloni ham qiynayman. Mana toza ekan. Mayonez ham ta'mi ketdi. No, olma tushgani yaxshi bo'ldi. Birinchidan jirkanch narsa emas, ikkinchidan esa meni qabrchamni hidini yaxshi qilib berdi. Mayonez hidi emas, endi olmani yaxshi hidi bo'ldi. Va endi ko'ramiz. Qani Boburga nima tushar ekan? Voy yo'q, qabrchasini qaranglar, qabr toshchasini. Babrillo. Yo. Birdan 24 gacha bitta son tanlang. 21. 21-narsada hozir qani ko'ramiz nima bor ekan. Davay. 21-raqamda gel. Oy, o'rtoqlar tushunishinglar bo'yicha bu posuda yuvadigan gel. Shunaqangi tushadi, og'zlariga kirib ketsami. Men umiddaman to'g'ri normal narsa tushadi, yana nimadir yeyib yuboraman. Babrillo, menimcha bugun baliqlaringizni bir cho'miltirasizmi deyman-da. Yo'q! Nima bu? Posuda gel. Mana. Voy, Boburallo nima bo'pti, bunaqa baqiryapti. Eng qisqa bo'ydan beri nimadir tushsa yeyman deb turdi. Menimcha точно yeydigan narsa tushmadi. Do'stlar, birinchidan men o'yladim slime bu deb o'yladim. Lekin keyin qarasam, orqasidan butilka jotdi-da, birinchi. Va endi bizda ikkinchi raund tugadi. Endi 3-raundga o'tamiz. Va o'rtoqlar, bizda crosslamon nima bor? Ilon. Va hozir bizda bitta ekstra raund bo'ladi. Va ekstra raundda bitta odamga mana shu ilon tushadi. Oy, o'zim qo'rqib ketyapman ushlashga.
Va endi o'rtoqlar 3-raundga. 3-raundda endi Babrellodan boshlaymiz. Babrello birdan yana bitta 24 gacha bo'lgan son tanlang. 14. 14-da o'rtoqlar juda ham jirkanch, yomon narsa bor edi. Men baliq bilan Feyrini orasida yotibman. Mani qachon ozgina jilet qilgan, ozgina такой простой, sodda narsa tashlagan, ukam. Va o'rtoqlar mana ko'ryapsizlar. Bular shunaqangi qiynalyapti. Shuncha qiynalgani uchun bitta like bosib qo'ysanglar juda ham zo'r bo'lardi. Va bizani qo'llab-quvvatlash uchun bitta obuna ham bosib qo'yinglar. Men yutishim kerak. Oilamni boqishim kerak. 10 million olib ketaman uyimga. Men olib ketaman. Men olib ketaman. Omonxon, siz hot-dogga o'xshab mayonez bilan yotasiz maksimum, tushundingizmi? Siz bunga faqat o'sha sasigan baliqlarni olib ketasiz. Va Babrello 14-raqam tanlagandi. 14-raqamda tualet bo'lmaganlar ekan o'rtoqlar. Bo'lmagan nima qiladi Babrello? Nima bu? Nima u? Bugun hojatga chiqmaganmidingiz deyman. Nimaga? Bu narsalar Babrelloga anchalik bonus bo'lgandi, chunki oldidagi narsalarni yuzlarini tozalab olsa bo'ladi. Короче, do'stlar, menga qaranglar, просто полный tualetli bumaga bo'lib yotibdi atrofim. Sochim qaraydi. Bo'ldi, men bu yerda hozir hammasini tozalayman, okey? O'zimni qabrimni takoy ozoda yasayman. Давайте. Mana endi navbat Omon akadan so'rash. Omon aka, bitta son tanlang, balki sizga ham biron bir yaxshi narsa tushib qolar. 15 son. Qani endi 15-sonda nima borligini Yo, iltimos maqsud normal narsa bo'lsin. Ha, bo'ldi, hozir normal narsa tashlayman. Mana buni qaraylik, как будто bu katta qush chiqib ketganga o'xshaydi. Bля, mayonez bo'lib ketdi hamma yog'am. 15-sonda, oy, bugun juda ham sho'rlab ketadimi deyman. Tuz tushibdi, tuz. O'rtoqlar, hozir menga 100% nimadir yomon narsa tushdi. Omon aka, nima deb o'ylaysiz? Nima bor ekan? Ilonmi? Undan ham yomon narsa. Nima ekan? Va Omon akaga Oy, bilan nima bu shakar. Hozirga tuz ekan. O'rtoqlar, menga tuz tushdi. Bratga tuz tushibdi. mazza qiling Omon aka. Mazza qiladigan narsa-yu bu. Lekin qat'iy bu tuz bilan o'ynab o'tirsam bo'ladi endi. Ta-ta-ta-tam. Qasrib, buloq o'rtoqlar qo'lim yarasi bor edi. Shu yarasi achiyapti endi. Va do'stlar, mana shunday qiynalayotganim uchun albatta hoziroq like knoppkasini bosib qo'yinglar. 88 ming like. Va undan keyin albatta obuna bo'lish knoppkasini bosib qo'yinglar. Chunki qachonki mana shu videoda menga rovni 20 mingtagina odam kelgandan keyin men bu videoni 3-qismini olaman. Va bu qismida men 100% maqsadni qilayman. Davchi hoziroq like bosinglar va obuna bo'linglar. Va aynan mana shu videodan qancha obunachi kelgan esa men kommentariyaga yozib qo'ygan bo'laman. Tipo, masalan, o'sha 6 ming keldi, 7 ming keldi yozib qo'ygan bo'laman. Va qachon 20 ming oshgandan keyin men o'sha bu videoni keyingi qismini sizlarga chiqaraman. Va endi Umiddan so'rash navbati keldi. Umidjon, Da, brat. bitta son ayting. Tak, qarang, men bu yerda kimdir 3 yozib qo'yibdi, shunga 3 ni tanlayman. Va Umidga nima tushishini hozir bilamiz. Uy, xuddi orqamdan nimadir o'tib ketganday bo'ldi. Uni to'g'risi juda ham qo'rqib ketyapman. Bularni tezroq qiynab, tezroq chiqarib yuborishim kerak. Shuning uchun endi jostki nakazaniyalar bo'ladi. Umid 3-raqamni tanlagandi. 3-raqamda qalampirli bonka. Eshitib qoldim nima deyishganlarini. Qalampirli manqa deyishdi. Va endi Umidning navbati keldi. Ko'zga kiradigan narsa emasmi? Qalampirli bonka tushgan. Qani, hozir Umidga tashlaymiz. Bitta shunaqangi zo'r yuzlari achib, og'zlari achib ketsin. Life hack. Let's go. Mana Umidjon mazza qilib yeng. Muncha muzdek bu. Umidga qanaqadir prям jirkanch narsa tushdi. Buni qaranglar, qalampirlarni. Oy! Bankasi ham tushib keldi plyusiga. Bechara Umid sariq. Anetta brat masxaralab yotibdi meni. Biladilar-chi, chunki bugun meni yutaman dedi. Qaranglar, hozir men bu yerda cheaterslik qilsak bo'ladi. Короче, bankani men bu yoqqa tiqib qo'yamiz. Nima tashsa? Bankani ichiga tushib. Eng qiziq o'rtoqlik kech tushdi. Qorong'ida qabrda o'tiribman boydan beri qo'rqib. Hammamni narsalar bilan sasib ketdim shu. Va endi o'rtoqlar 4-raundga keldik. Ya'ni ekstra raunddan bitta oldingi raund. Va endi Umiddan boshlaymiz. Qani necha sonda yetar ekan? Umidjon, Men hali 7 ni tanladim, ajalaniq raqami bo'ldi. Endi 13 ni tanlayman. 13-raqam tanlaysiz? Конечно. Davay. Hozir ko'ramiz nima tushishini buni ichiga. Umidga tushadigan narsa bu yog'. Oy. Umid, sizga juda ham zo'r narsa tushdi. Qabul qilib oling. Okay. Ham bu bonkani olib tashlang, unaqa o'tmaydi. Biling ko'rib qoldilar, brat. Umidga yog' tushgandi. Bля! O, qabul qilib oling Umid. Yo, yes!
Yes! Menga yoqtishmaganidan shunaqa xursandman. Vaydan har doimdek kommentariyada to'la umid omadsiz yozuv bo'lish kerak. Umid omadsiz. Mana sizga podarka. Tur qaranglar, ustim yog' bo'lib ketdi. Fu. Vashshe salat bo'lib ketaman bu yerda o'tiraverib. Umidga real respekt. Bizani o'rnimizga o'ziga tanlab oldi. Yog'ni prekinti. Blin, realno men sizga hozir shunaqa havasim kelyapti. Da bitta o'rin almashaylik. Bittaman Omonikiga narsa tashab ko'ring. Davay. Davaymi? Davay. Qanaqa bo'lar ekan hozir mana shu ashshani ham bitta his qilib ko'raman. Omoniki? Sardor! Da, Sen bu challenjda yo'q eding-ku. men hozir Maqsud o'rniga bitta u his qilayotgan chuvstani mana his qilgim keldi. O'shanga bitta son ayting. Eng qiziq o'rtoqlar, hali bu Sardor men qiynayman pause challenge 3-qismida. Просто sizlar like bosib kutib turinglar o'sha videoni. Ungacha ham hozir bu meni yana qiynamoqchi, chichqoq. Ayting bitta son. 9. Bo'ldi, hozir ko'ramiz 9 da nimalar bor ekan. Ey, qiynab urmaylar meni. O'rtoqlar, 9-raqamda tovuq oyog'lari bor ekan. Bu hamma o'rtoqlar hammani qiynagan bo'lsa ham, muhimmasini ko'rib turibsizlar, sizlar haqiqatda bilasizlar. Shuncha ham hoziroq qani kommentarda qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yinglar. Chunki 88 ming like-dan keyin bu videoning davomi chiqadi. Va obuna bo'lishmasdan chiqmasin. 20 ming obunachi ham kerak. Chunki biz 2 million obunachiga qarab ketamiz va bu orzumga yetishimga juda oz qoldi. Omoniki 9 son tanlagan va 9 sonda mana bular. Mana qaranglar jirkanchligini. O'rtoqlar bo'rini o'zi ishlatdi. Lekin agar o'rmonda bo'ri bo'lsa, men himoyalanganman, vidruk. Do'stlar, biz yotuvdi hozir o'rmondan. Qanaqa qo'rqinchli qattiq ovoz kelyapti. Uzoqdan turib. degan ovozda kelyapti. Prikin. Omoniki tayyormisiz? Yo'q, nima bu? Voy! Yuzimga ketdi. Tovuq oyoq ekan. Va nihoyat Bratga nimadir qiyin narsa tushdi. Tovuq oyoqlari tushibdi. Mazza qildim, bor maqsadga havasim keldi. No, siz hakamlik qilishingiz kerak, chunki o'tgan safar rosa qiynalgansiz. Bering menga kamera. Mana tovuq oyog'ini qaranglar, do'stlar. Nima bu? O'lgan tovuq oyog'i bu. Juda qattiq jahlim chiqyapti. Va bu yerdan davom bo'lish kerak, o'rtoqlar. Menga mana o'lgan tovuqlarning oyog'ini tashlab, undan ko'ra ilon tashlasa bo'lardi-ku. Shuning uchun ham o'rtoqlar, hozir hamma like bosib olganmiz, hozir hamma like knopkasini bosib qo'ysin. Va bu yerdan davomida men bularni shunaqa qattiq qiynayman. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Va davayda like bosinglar va 88 mingdan ko'p like yig'aylik. Babrello. Yes. Ana endi navbat sizga keldi. Bitta son tanlang. 18. Hozir Babrelloga 18-raqamda nima borligini ko'rib olamiz. Agar даже bu videodan keyin qabrdan chiqib ketsam ham, qabr mendan chiqib ketmaydi. Davaychi. 18-raqamda tamadli sok bor ekan. O'rtoqlar, menimcha hozir mana shu raundda Babrello chiqib ketadi. Juda jirkanchli narsa. Nima bu? Tamadli sok tushdi. Oy, mazza qilyapman o'rtoqlar. Endi mazza qilib yotuvdim to'shda, vot menga yomon narsa tushmabdi deb. Men polni tomatni sokdim endi. Voy, blin. Baydim hozirgina shunchalik kontent uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar. Biza shunday qiynalamiz. Sizlar uchun bu kanalda 2 million bo'lishi kerak va bu videoning tagida ko'p 100 minglab like bo'lishi kerak. Поэтому давайте. O'rtoqlar, mana endi 5-raund ekstra raundga navbat keldi. Ekstra raundda 3 ta quti bor va 3 ta qutimizda alohida nomi bor. Bittasi sirli quti. Sirli qutida ilon bo'ladi. Oy. Ikkinchi qutimiz, ya'ni qiynoqli quti. Qiynoqli qutida bizada sichqon qopqonlari bor. Va prosta o'rtoqlar buni tushunishinglar uchun qaranglar. Oy. Hozir kimga tushsa ham juda ham qattiq qiynaladi. Va bizada 3-quti, 3-qutimizda issiq eliksir, ya'ni oy. Jinda yoni katta. Bitta xabar keldi, tipo ekstra round ekan. Eng qiziq o'rtoqlar, hozir ekstra round boshlanibdi va hozir ilonni 1 million marta aytadi tepadan hamma. Ishqilib menga ilon tushmasin, chunki bilmayman hozir ilon mana bu narsaga qanaqa reaksiya berishini. Va bu yerda ilondan men ozgina qo'rqaman. Agar tashqarida top-toza bo'lganimda usha olaman. Hozir jirkanch vaziyatimda qanaqasiga oshayman. Qo'lim qaranglar, sirpanchiq-ku. Lekin eng qiziq ilon o'rniga masalan ilonga o'xshagan boshqa qo'rqinchli narsalar ham bor bizda. Va umid qilamanki, ular menga tushmaydi. Va endi navbat bulardan so'rayman, qani qaysi birini tanlashar ekan? Babrello, sizda 3 ta tanlov bor. Bittasi qiynoqli quti, ikkinchisi eliksirli quti, uchinchisi sirli quti. Qaysi birini tanlaysiz? Eliksir. Oy, eliksir. Va Babrelloga hozir biza eliksirimizni tashlaymiz. Eng qiziq o'rtoqlar, hozir Babrelloga qanaqadir eliksir tushibdi. Nima u вообще-то? Tayyormisiz? Oy. Bu botdi. Bilin nima bu? Bu yerda kimdirni yo'qishyaptimi, bilmadim, nimadir qilishyapti. Nima yonda, nima bo'pti? Men ustimga tushirma.
Mazza qiling, Babrello. Man charchadi. Короче, do'stlar qaranglar, полный suv bo'lib yotibman men do'stlar. Voy bilin. Va endi Omon akadan so'raymiz. Hozir omonxona kelganida tusharkan qiziq. Omon aka. Nima? Qarang, hozir bizada extra round. Bizada 3 ta quti bor edi. Bittasini Babrello tanladi va 2 ta qoldi. Bittasi sirli quti, ikkinchisi qiynoqli quti. Qaysi birini tanlaysiz? Qiynoqli quti? Da. Nima bilan o'rtoqlar qiynoqli qutini xohlamayman. Sirli quti mayli. O'ylashim bo'yicha sirli quti ichida qanaqadir pul nima yoki shunga o'xshagan nimadir bo'ladi. Shuning uchun ham sirli quti maqsud. Sirli qutining ichida ilon bor edi, o'rtoqlar. Va endi navbat Omon akaga edi. Omon akaga mana shunaqa narsa tushibdi. Va Omon aka qabul qilib oling. Nima? Nima qilsizlar? Nima bo'pti? Qabul qilib oling. Oy. O'rtoqlar, Omon akaga ilon tashladik, ilon. Omonxonda ilon tushibdi, bilin. Omon aka, qalaysiz, to'g'risiz? O'rtoqlar ilon! Baqirib, Omon aka tishlab olishi mumkin. O'rtoqlar iltimos hoziroq like bosib qo'yinglar. Chunki bu videoda 88 ming like yeqqandan keyin bu videoning keyingi qismi chiqadi. Va men keyingi qismida maqsad shunaqa qiynayman. O'rtoqlar, bilgan bo'lsanglar, birinchi qismda Omon aka meni juda ham qiynagandi va alamimni olaman degandim. Va mana alamimni oldim. Ilonni turishini qaranglar, o'rtoqlar, ilonni turishini qaranglar. Kattaligini qaranglar. Bilmayman ilon nima holati, lekin men просто jimiryapman. Va endi navbat Umidga. Ko'ramiz nima qolibdi menga. Umid, Va nihoyat navbat menga ham yetib keldi. Assalomu alaykum. sizga bittagina quti qoldi va u bo'lsa ham qiynoqli quti. Zato ilon emas eng muhimi. Ha, ilondan ham yomon narsa bo'lishi mumkin qiynoqli qutida. Balki qiynoqli qutida fil bordir. Fil? Qiziq, bu teshikdan qanday fil sig'ar ekan? Hozir Umid polni qiynalib ketadi. Qarshilab oling. Oy. O'rtoqlar, bularni hammasi qo'lda qisadigan. Voy bilan. Qo'rqitib yubordingiz buni. Va shunaqa qilib maqsud ehtiyotkorlik bilan sichqon qopqonlarini Umid ustiga tashladi. Va mana o'rtoqlar, ko'rib turganinglardek, bizning ekstra raundimiz tugadi va endi qani bulardan so'rab olamiz, chiqib ketadimi yoki chiqib ketmaydimi. Birinchi bo'lib Umiddan so'raymiz. Umid, shuncha qiynalib ketdingiz, chiqmaysizmi? Yo'q, shu qiynalishmi, brat? Juda ham meni jahlimni chiqaryapsizlar sizlar. Yo'q, brat, siz meni bratimsiz. Qabristonga kelamiz. Hozir lekin baribir bulardan bittasini o'zim chiqarib yuboraman. Bekor etdim shekilli. Biroz chiqarib yuboraman dedilar. Omon aka, Ha, chiqish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Shuncha qiynalib ham ketdingiz. to'g'risini aytsam hozir ilon tushdi-ku. Aha. Ilon men bu tuzga botgandan keyin sal agressiv bo'lib qoldi. Menga yaqinlashyapti, men o'zimni tartib tashaman. Menimcha chiqib ketishim ham mumkin, lekin biling, hozircha ilon mendan uzoqlashdi sazgina. Lekin hali ilondan ham juda ham yomon narsalar bor. Shuning uchun taslim bo'lganingiz yaxshiroq. Oxirigacha bormoqchiman. Mayli, Omon aka, oxirigacha borishga harakat qilaversin. No, Babrelloni qani so'rab ko'ramiz, chiqib ketadimi yoki chiqib ketmaydimi? Babrello, Tak. brat, chiqib ketish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Hozircha yo'q, lekin keyingi raundlarda o'ylab ko'raman, chunki real hozir qiynalolman. O'zingiz o'ylab turavering chiqishingizni, lekin oldinda juda ham yomon narsalar sizlarni kutib turibdi. Va endi navbat 6-raundga. Xullas o'rtoqlar, mana shunaqa qilib ilon bilan birga sig'irishib o'tiribmiz. Mana o'rtoqlar, ilon oldimda. Uy! To'g'risini ilondan qo'rqmayman, ilon mendan qo'rqyapti. Va endi navbat Umidga. Umidjon, Уже son tanlashga ham qo'rqib qoldim, rostini aytsam. qani bitta sonni tanlang, menga farqi yo'q, qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi? 25. 25 yo'q-ku. Nima meni ahmoq qilyapsiz? Davay tanlang. Menga 8. Qani ko'ramiz 8-raqamda nima bor ekan. Ish qilib, qo'l narsa bo'lmasin, shiltam chiqib ketdi bu yerda. Buni qarang, sochim chilib qilib, yog'ini qaranglar. Buni qaranglar o'rtoqlar, kattaligini. Voy. No, qo'rqinchli, конечно, qo'rqinchli o'rtoqlar. Bu ilondan bitta zo'r ilon sho'rva qiladigan joyi menimcha, ha? Ilonjon nima deysan? 8-raqamda karamli achchiq salat bor ekan. Jirkashligini qaranglar buni o'rtoqlar. Umid, qabul qilib oling mana bu narsani. Xuddi shu paytda men bilan qanaqangi jirkanch holat bo'lganini ko'rishingiz kerak. Biram sasib ketdi, biram sasib ketdi. Sasib ketdi! İlan chiqardi! Yomma-ya ilon chiqardi, chat! Do'stlar, nima bo'ldi? Omonxonda ilon tushib tashladi. Mana Umid sizga mazza qilib yeng, Umid. Bu buni hidini bilan. Muzlab ketdim. Ko'nglim ketdi. Uni qayerga endi olib tashlayman men bu yoqqa. Va endi navbat Omon akaga, qani Omon akadan so'raymiz. Umrimda birinchi marta ilonni chiqqanini voy halam chiqibdi qizig'i. Birinchi ilonni ko'rib ekan, prekin. Voy bilan! Bo'ldi, men chiqdim.
u? Chiqdingiz? Men chiqdim da, chiqibdi bilet yuzim oldida, bilet. Mayli qani, ovnikani ustini ochamiz. Oy oy oy. Omonxon aka chiqdi. Bu degani top ikkitalikdanmiz jigarlar. Va do'stlar, yarim kechasi bo'pti-yu. Bratni ustiga ilon chichib boribdi. No xabar o'rtalarim, men taslim bo'ldim. Bobriyallo Jon, va Umid yutishga harakat qilaylik bo'lmasa. Nima bo'ldi Omonxon aka? Buncha vaqtli chiqib ketibsiz. Chichvordi ilon. ilon tashladi chiqib ketdi og'im. Bunchalik jinni ta'zim bo'lish bo'ladimi? Это просто eng sodda, eng oddiy va yutib ketolman. No xullas o'rtoqlar, men chiqdim degani omon bo'chimizdan chiqib ketdi degani emas. Men shu qo'limda bo'lsa ham Maqsudga qo'shilib hozir bularni qiynayman. Ana endi Maqsud hozir nechinchi raund? 6-raund. Kimning navbati? Babrilloni navbati. Ketdi Bobriyallo. Let's go. Bobriyallo olib va xushbat o'rtoqlar, har doimgidek like bosib qo'yinglar. Chunki qachonki mana shu videoga 88 likedan keyin bu videoning 3-qismi chiqadi. Va Bobriyallo Oy, blin. Lvoyda son eting tezroq. 16. Ana endi borib Maqsud 16-narsani olib keladi. Davay. Bobriyalloga mana shu tushdi. Nima tushdi deb o'ylaysiz, brat? Suvma, sovqatib ketolman faqat, suvma. Sovqatyapsizmi? Davay. Qabul qilib oling. Voy, blin, do'stlar. Va hamma o'rtoqlarim, ana endi bo'lmasa keyingi raundga o'tish kerak. Ya'ni 7-raundga o'tamiz. Voy, blin, quloqlarim shirra bo'lib ketdi. Sovqatyapman. Va o'rtoqlar, ko'rib turganlaringizdek, o'sha o'yinni men o'z qo'limga oldim va ana endi so'raymiz Umidjonga qaysi raqam ekan. Umidjon, Assalomu alaykum, bratim. xohlagan soningni ayt. 11. Всё, Umid 11-son tanladi va bu ko'mir. Ay, xudo qiynalamiz hozir. Umidjon, Dab, sen qanaqa rangdasan? sariq. Hozir menimcha bu rang o'zgaradi. Nega? Bilet nima bu? Ko'mirni qabul qil Umid. Icho Umid, nima gap? Taslim bo'lmoqchimisan? Yo'q, shuncha narsaga chidadim, dalish chidayman. Men seni qiynayman. Hamma keyingi odam o'tamiz. Yo'q, buni qaranglar, ahvolimni. Kstati, men bir video ko'rdim, bittasi ko'mir yeyapganmidi, nimadir yeyapganmi. Prova qilib ko'ramiz ham biz ham. Mister Bobriyallo? Bobriyallo sovqatyapti-ya. Chunki o'rtoqlar tunda mana bunaqa o'rmon o'rtasida sovuq bo'ladi-da. Bobur, Chatam. xohlagan son tanlang. 22. Hozir siz ko'mandan ko'rasiz. Ko'chada necha gradus bilmayman, lekin men realni sovqatyapman. Va 22-sonda Bobriyallo tanlagan. Va bu kiryadigan soda. No, hozir sal sovqatyapti. Mana bu sodamizni ustiga yopinib isib olinadi. Bobriyallo, Cha. og'iz ochtiring. Iltimos, og'zingni och dedim senga. Voy, blin, qida chiqib ketdi do'stlar, qida. Это порошок. Anetta brat baqirib yotib, nimadir tushib ketishigili bratni ustiga takoj yurgan narsa. Men bugun polniy cho'mildim, polniy. O'rtoqlar, Omonxonning videolari shunaqa bo'ladi. Va albatta like bosinglar o'rtoqlar, 88 like va bu videoni 3-qismi chiqadi. Voy, blin, do'stlar, men ustimdan kulib tashlayaptilar, kulib. Chiqmoqchimisiz? Yo'q, chiqmayman. Oy oy oy. Qo'limni o'sha his qilyapman, lekin hali chiqmayman. Ketdik bo'lmasa, ana endi 8-raundga o'tamiz va menimcha shu bolalarcha qiynaladi. Chunki bilmayman nimagadir qabrdan chiqib bitqazim to'ldim, lekin navbat yetgan ekanman. Chunki borgan sari men hakamga aylanib boraman. Umid, xohlagan soningni ayt. Tak, men xohlagan son 4. Bor Maqsudjon, o'zing 4-san olib kel. 4-sonda bu maydalab ezilgan tarvuz ekan. Tunda katta o'rmonda Umidjon qabrni tagida mana shu narsani qabul qil olar ekan. Davay. Davay, qabul qil. Buncha bo'lsa bu. Voy bechora Umid. Zang. O'rtoqlar qaranglar, ustim shunaqa kir bo'lsa ham, zato ana endi o'zim qolganlarini qiynab mazza qolman. Xo'p, ana endi Bobriyalloni qiynaymiz. Tarvuz emas, tarvuz emas, po'chog'i qopdi-yu, faqat buni. Va ana endi Bobur akam, Nima bo'lsa ham davaycha tez qilaylik, men realni sovqatyapman. tez son eting. 2. Eting. 2. Hozir qani 2da nima borligini ko'rib olamiz. Shunchalik harakat uchun do'stlar, o'zlaringiz ko'ryapsiz, like bosish kerak. Bitta knopkani bosasizlar, afsuslanmaysizlar va obuna bo'lib qo'yishingizni chiqmasin, chunki 2 millionga juda yaqin qoldi bu kanal. Bu narsani qilish kerak va sizlar undan ham yaxshiroq kontent kutasizlar. Davaychi. Va o'rtoqlar, Babriyallo 2-sonni tanlagandi. Aynib qolgan krevetkalar ekan. Voy o'rtoqlar, Bobriyallo erishadigan narsalarni qarang. Ol. Nima bu? Aynib qolgan. Voy Bobriyallo. Nima u? Siz menimcha dengizni yaxshi ko'rsangiz kerak. Davay.
Bratga negadir dengizni yaxshi ko'rasizlarmi dedi, brat baqirib yubordi. Mana buni qaranglar. Do'stlar hidini sezmayapsizlar hidini. Parashok bilan birga krevetka kollaboratsiya bo'ldi hozir. Lekin men seni qiymayman. Maqsad rosa qiynamoqchiman, chunki o'rtoq men buni qaranglar. Ustimga chichqov ilonni ham tashlagan bilan. Ilon chichqor ustimga chiqdi. Artma endi kech. 88-lak yig'asizlar va buni pachani chiqarib olamiz. Bobrelo. Taslim bo'lasizmi yo'qmi? Yo'q, taslim qilma. Men shunchalik chidadim, oxirigacha chidayman. Cho'tta ikkala bola ham taslim bo'lmoqchi emas. Ayting, bu safar bitta son emas, ikkita son aytsin. Va ikkita narsani qo'shib tashlaymiz. Va shunda inson ichidan bittasi taslim bo'lib ketadi. Bobrelo, xohlagan ikkita soningizni ayting. Hozir normal narsa tushadi degan umiddaman. Payatim 6 bilan 9. Bo'ldi. Bo'lmasa o'rtoqlar bizda 6 bilan 9. 69. Tanlangan raqamlarda, ya'ni 6 bilan 9 da M&M's va yashil choy bor ekan. Va do'stlar, Bobreloga mana shu choylar tushgandi. Va endi bunga mana bunaqa M&M'slarni qo'shib ustiga tashlaymiz. Mana buni qaranglar. Kimdir qusib berganga o'xshab turibdi. Davay ichiga bitta. Da, M&M's kattasini sovoring. Va hammalar endi bo'lmasam Bobrelo. Buni qabul qiling. Let's go. Xuddi shu paytda afsuski, Bobreloning kamerasi ishlamay qopti va Bobreloni qiynab tashlagan joy videoga ko'rinmay qopti. Lekin sizlar biz Bobreloga qanaqangi jirkanch bo'tqani tashlaganimizni ko'rishingiz mumkin. Qabul qiling M&M's. Oy, jirkanch. Voy bechora bobor. Hali ham taslim bo'lmoqchimisiz, ha? Taslim qilgan. Hammali, hozir Umidga o'taylik. Umid cho'tta orada sal mazza qo'rdi. Do'stlar, menga M&M's bilan cho'g'ib tushdi. Orqamda qaranglar, polniy suv bo'layapti, polniy qaranglar. Umidjon, Da, eshitaman. xohlagan ikkita soningni tez et. Menimcha o'zi faqat shu oxirgi sonlar qoldi. 23, 24. Va endi bo'lmasa hozir ko'ramiz. Bu narsalar nimaligini. Va do'stlar, Umidga tushgan narsa bu ko'pikli suv va kraska. Umid qiynaladi hozir. Davay. Birinchilik ko'pikli suvni yasaymiz. Ana endi aytib uni yashil rangini o'zgartiramiz. O'rtoqlar, bu kim bu qoni? Qaranglar o'rtoqlar, yashil bilan qizil aralashib bo'g'ring bo'ldi. Prям Umidga mana qip-qizil tarvuz beraman. Men tarvuz Umid. Yo'q, ay, kerak emas. Tarvuzingiz kraskalimi, qo'lim qizil bo'lib ketdi. Bo'lmasa sen ikkala talagan narsani biz qo'shdik va buni qabul qil ol. Davay. Voy! Ko'piklar. Ana endi Umidjon, taslim bo'lasanmi yo'qmi? Yo'q, shuncha turdim, oxirigacha turaman, dalchi farqi yo'q menga. Qani bitta Bobrelodan ham so'raylik-chi, taslim bo'ladimi yo'qmi? Bobrelo, balkim sovqatib ketgandir. Iltimos like bosib qo'yinglar, shu joyda shuncha qiynalgan uchun. Boburchik. Ana endi bo'lsa navbat 10-raundga. Voy bilin, hali tugamadimi? Ko'zimni ocholmayapman, sovqatib yotibman. Bitta odam chiqib ketgungacha davom etadi. Bizga bittagina g'olib kerak. Do'stlar, men to'g'ri tushunasiz. Hali qiynalib ketdim. Lekin men chiqishim kerak, men taslim bo'lman. Yes. Bobrelo taslim bo'ldi. Bobrelo taslim bo'ldi-da. Ko'tar. Voy, sindirorma. Voy, Bobreloni qaranglar. Ey, men вообще mazza qilman-ku. O'rtoqlar, mana shunaqa qiziqqaningizni faqatgina Omonxon YouTube kanalida. Shuning uchun hozir like bosing, turishni qaranglar. So'qirishni qaranglar. Bobrelo videomiz ikkinchi o'rinni oldi. Lekin shunga Qarshi do'stlar, uzr, xarid qildim, lekin real ichida bo'lmaydi. Umid faoliyat. Yutdimmi? Do'stlar, omadli deb yozganlaringni oqladim. Uzr, ko'zimni yumib gapiryapman, ocha olmayapman chunki. Vada qo'yat yutdim. va do'stlar, kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqib ketadi challenge-ni ikkinchi qismini g'olibi bu Umid. Davay Umidni chiqaramiz. Voy dod. Voy bela bechorani. Ko'zimni ocha olmayapman. Tarvuzlarni. Navbatda Umid. Va nihoyat birinchi marta yutaman. Va o'rtoqlar, Umid kim oxirgi qabrdan chiqsa yutadi challenge-ni ikkinchi g'olibi. Va bu yutdi. Rahmat, qo'lingiz qani? Mana qo'lim. Like bosinglar. Va bu challenge keyingi qismi chiqishini xohlasanglar hozirroq like bosinglar. 88,000 like va 20,000 obunachi mana shu videodan kelsa, men bu videoning keyingi qismini chiqaraman. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling. Va bu video tugadi. Shuncha xursand bo'lishimga qaramasdan, men mana shu o'rmonda qolib ketdim. Aslida esa agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyda Maqsuddan qasos oling deb yozib qoldiringlar.